Maqtanish mahsul xo'jayinimning ko'ngillariga yo'lni oshqozonlari orqali topganman. To'ydan oldin ularga narsa pishirib boraverib, oxiri erga tegib oldim. Hali turmushga chiqmagan qizlar, bu sizlarga layfhak bo'lsin. Yana bitta eng zo'r retseptimiz sizlar bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum. Birinchi bo'lib ishimizni qaynatib pishirib olingan tuxumni yog'da biroq qizartirib qovurib olishdan boshlaymiz. Ketidan biroz ko'proq yog'da pari to'g'ralgan kartoshkalarni qizartirib qovurib olamiz. Yog'ni olib tashlab, somoncha ko'rinishda to'g'ralgan qizil balg'amni qovurib olamiz. Pomidorni ham qo'shib birozgina qovurib, Foodmax'da halol tushonka go'shtlardan 2 ta bankasini shundoqqina sovuramiz. Bunaqa ishonchli tushonkalarni uzun marketdan yoki korzinkadan topsangiz bo'ladi. Ozgina biqirlab qaynab chiqqach, kartoshkalarni qaytib solamiz. Bitta aralashtiramizda 5 minutga dimlab qo'yamiz. Biroz suvlari tortiladi va shunaqa ham mazali taom tayyor bo'ladi. Xo'jayinim bilan qaynayotgan bu ovqatni nonlarni botirib mazza qilib yeb olishdi. Shu desanglar, bu aynan erkaklarga yoqadigan ovqat bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar va bu videoni yorini ko'ngliga yo'l topolmayotgan do'koningizga yuborib qo'ying.